Krit Aventus juda ham zo'r atir, gap yo'q. Lekin bu atirimizni stoyka shlefidan ko'pchilik noliydi. Krit baribir zo'r, gap yo'q. Shu uchun ham men sizlarga kritni yog'ochli formatda chiqarib berilgan, kritga nisbatan stoykasi, shlefda ancha kengroq aromatni tavsiya qilaman hozir. Bu atirimiz Nishani brendiga tegishli bo'lgan Hachivat aromati. Unisex, erkak va ayollar birdek ishlatsa bo'ladi, quvonchli tomoni va yana bir afzalligi, har qanday ob-havoda bemalol sepasiz. Buni ko'proq tungi va kechki sayrlarga, tungi chiqishlarda zo'r tushib beradi. Aromatimizning tarkibiga keladigan bo'lsak, ishoninglar, kritga nisbatan stoykasi, shlefda ancha aqlli. Aromatimizning tarkibi ananas, greypfrut, bergamot notalaridan ochilib berib va ba'zi notalari erkaklarga xos bo'lgan, jiddiylikda, viqorlikda uyg'otib beradigan yog'och iforlari bilan uyg'unlashib ketadi. Xullas, Krit Aventusdan afzalligi nafaqat stoykasida, balkim buning narxida ham, narxi nisbatan arzonroq ham bo'ladi va har kunlik sepib yurishingizga ham ideal variantlardan biri sanaladi. Albatta tavsiya qilaman, hoziroq buyurtma bering, hech bo'lmaganda 10 ml quydirib ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Ajoyib imkoniyat, 1 oylarga yetadi sizga. Va bundan tashqari boshqa atirlarimiz narxlarini ham bilishingiz uchun Telegram kanalimizga ulanib oling. U yerda hamma atirlar haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Nishani brendiga tegishli bo'lgan Hachivat aromati.